Gaplashgan telefonim shu edi. Ha, shu uyda yotgan ekanini topib oldim uydan. Bekin olgan ekanmi deyman sizdan. 15 Pro chiroyli, Max. rangini qarang, qanaqa chiroyli buni. Ko'rganman bunaqa telefon. Birinchi marta emas. Unda oldin ko'rmaganmi deysiz? Yo'q, shu topganini ko'rib oldim. 109 118 ta sikl ekan. 256 ta ekan. Nech pul deyapsiz buni? Buni ming. Ming? Qatga qarayapsiz boydan beri. Nech pul qilib berasiz realdan narx ayting? Mingga olasizmi? Yo, $1000 qimmatli. Bu 15 Pro Max u. Xo'p, nech pul? $900 ga 16 Pro Max olamiz. 750 ga olib qolaman, berasizmi? Yo'q. 800 qilib bering mayli. Rozimisiz 8 ga? Mana o'sha $8 ga oldim sizdan. 1 2 3 4 5 6. Bu ham pul-u? Buni chiqibdi, pochta olmayapti yo'q. Ha, bo'ldi, xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana $8. Rahmat. Telefon menga, pul sizga. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Mana buni ham almashtirib bering. Qaysini? Qarangman. Mana. Bo'ldi, rozi bo'ling. Ani telefonni sotmaysizmi 16 ni? Yo'q. Ikkita telefon sotasizmi bitta? Bo'ldi. Rahmat, faqat rozi bo'ling. Xo'p. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Almashtirib bering, qarang.